raqamda turgan katta mashinani siz anchadan bir qidirib yurgan narxga topib qo'ydim. Hammanglarga narxga olish nasib qilsin. Shunaqa mashinalarni niyat qilgan bo'lsangiz, bitta dona like bosib, kommentariyada do'stinglarni belgilab, eng yaqin do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. 2020-yil Tahoe mashinasi bor yo'g'i 62 ming kilometr yurgan. Buni salonlarini qaranglar, kattaligini, kapitanskiy sidenalar bor. Irchalarini qaranglar. Mana bitta pachka-pachkalarni solib qo'yishga seyflar bor. Tars yopasiz, hozir yopilmayapti, lekin endi mana yopildi. Holati ideal bo'lib turibdi. Bemalol maza qilib haydaysiz. Xullas, bu mashina taxmin qilinglar necha litr rasxod qiladi? Kommentarda yozingchi. Lekin adashdingiz aka, chunki akamiz bu mashinaga 3,5 ming dollarga propan ustunovka qilib qo'ygan ekanlar. Orqa tomonlarini qaranglar, juda ham katta, 5 metrmi, 6 metrmi shunaqa chiqadi bu mashina. Xullas, bu mashinani 35.500 dollarga bosib olsangiz bo'ladi. Agar 5-6 ming dollar bilan chiqarib beringlar desangiz agar, bizga murojaat qilsanglar, arzon oylik to'lovlar chiqadigan qilib hisoblab beramiz. Buning uchun mana bu nomerga aloqaga chiqasizlar.